Vokzal uzg'azuvdi. Shunday orqasida 5 qavatli nostruykaning 3-qavatda 3 xonali polnoценный skvoznoy planirovkada kvartiramiz sotuvga chiqibdi. Orqangizda mana bunday kattagina garderobli zonasi va kirib kelish qismi yevromontaj qilgan. Planirovkani qarang, kirib kelish qismi oshxona, mehmonxona, ikkita razdelli sanuzel, kattalar uchun yotoqxona va bolalar uchun yotoqxona. Keling bir boshidan boshlaymiz. Bolalar uchun yotoqxonadan mana bu yerda ajoyib ikkita bola uchun mo'ljallangan yotoqxona qilib tashabbus. Mana bu esa bizning kattalar uchun yotoqxonasi, katta shinamli, kichkina katta televizorlari, konsoler arizasini qo'yib tashabbus etilgan. Kvartiramiz ham umuman 105 kvadrat metr bo'ladi. Sanuzellari bor. Hamma mebel chiqarib qo'yib o'tildi. Mana bu bizning kattagina mehmonxonasi, katta lyustralar, ugaloglar, katta televizor, hammasi tashabbus etilgan. Mana bu bizning siylash zonasi, ya'ni oshxonada va navbatchi zonasi. Mana bu ko'pning hamma mebel chiqarib tashabbus etilgan. Kvartiramiz 3 xona plus kattagina hovliga ega. 3-qavatda zalotoy etajda joylashgan 105 kvadrat metr, 113 ming AQSh dollari so'raydilar va yana ozmon savdosi mavjud. Bu kvartiramiz ipotekaga ham to'g'ri keladi.